Bo'lmayapti hozir danevrim, men ochiq u aniq qilish yo'q. Pulim bor, Allohga shukr, men qarataman, hammasini qilaman. Onam mazasi yo'q. Больницаga ko'jinniga olib bordim. Ko'jinniga olib borib, ichkarida просто tak. Просто mana u davlatniki ko'jinni Toshmirga $100 pulim ketdi. Просто analizlar uchun. Analizga $100 pul ketdi. Больницаga yotqizaman desa, bu narx-navolarni ko'rib kapalagiga uchib ketadi-da mana. Bak. Lüks bir xonali 30 million so'm 10 kunga. Hop, Polylux. Tak 21 million. Polylux 12 million. Polylux 12 million, 13 million, 8 million 700. Hani narx-navolar bular. Eng arzoni 10 kun tak 5-6 kishi yotadigan ekan 9 million 841 ming 300 so'm. Xonani narxi bu. Toshmiyda xonani narxi. Tasavvur qilinglar. Kambag'al odam больницаga yotmasin, ishoninglar. Kambag'al odam больницаga yotmasin, sho'ri quriydi. Realni sho'ri quriydi. Tamom degani, ana 2 million, 3 million so'mga oyligiga ishlab yurgan odam bu больницаga borib yotaman desa, pishtinglar. Kuniga 1 million so'mdan rasxod qilishing kerak, lecheniya olishingga. Plus yana dori-darmon yozib beradi, bir 10 millionlik. Shundoq lapatgan yelkiga ilgini mozorga ket. Bor mozorda joy qo'yilur. Onning nima gurib. Yashagandan ma'no olmadim. Mana ustida bosh qotiringlar, o'rtoq deputatlar, mana sizlarga zo'r takliflarni beryapman. Kerakli, foydali meditsinamizni narxini tushirib qo'yinglar. Yoki shunaqa tizim yaratinglarki, hozir raqamlashtirilgan, ya'ni texnologiyalar rivojlangan bir davrda yashayapmiz. Odamlarning sharoiti har bir mahalla raislarida bor. Shunaqa qilib qo'yinglar, bechara ana kambag'al больницаga borsa, больницаga bundoq kirib, shu lecheniya ola oladigan qilib qo'yinglar. Onkologiya больницамizga Alloh asrasin, hech kimni boshi tushmasin, boshiga unaqa ishlar. Odamning uyini sotyapti. Bu rasxod qilaman. Uyini sotyapti. To'g'ri, bizning pulimiz bor. Biz qilamiz. Momoyo 30 million, 100 million, 200 million, 500 million desa, men misol qurbim yetadi. Lekin puli yo'q odam qanaqa bo'ladi? Mana shu narsa sizlar uchun o'rtoq deputatlar eng katta savol bo'lsin. Puli yo'q odamlar qanaqa bu narsani qiladi? Meditsina sohasida, yuridik masalalarda, prava olish masalalari, mashina haydash masalalari, o'qishga kirish masalalari va hokazolarda. Birinchi o'rinda sizlar miyanglardagi savol, kambag'allar qanday qilib yashaydi? Qilib yetkazadi. Mana sizlarning birinchi savolinglar nima bo'lish kerak?